Shu yerda bo'lsa yana bitta ko'rsatib o'tib keting. Shu orada bitta nari tomonga yana o'tib qaytamiz bu yoqqa. Hop, qani oq qo'zimiz o'zi. Oq qo'zi u nariga o'tib oldi shekilli. Yo, orqasida. Uni hozir onasi yo'qligini biz boya videodan tashqari ham ko'p gaplashdik-da. Ko'p narsalarni gaplashib qo'ydik-da. O'shaning uchun eslatib tursangiz yetib o'tib ketaveram. Xo'p. Demak, bu yerda keyin mana qarang. Mana shu ixcham. Lekin taxminan 2 oylik qo'zi ixchamligi buni egizi bor. Buni egizi bor, egizi juda katta. O'zi egiz qo'zilarda shunaqaroq. Men o'zimda shunaqa bir odat qilib qo'yganmanki, egiz tug'ilsa, iloji bo'lsa qo'ylar semizlik darajasi ko'payib ketib qoluvdi. Yemni bir mahalga o'tkazdik. Voy 300 gram, 350 gram yemni bir mahalga o'tkazildi. Qarang, endi to'g'ri kelib qolganini qarang-da. Kecha kechqurun bularga komanda berdimki, bugundan 250 gramdan 2 mahal 500 gram beringlar. Mana shu 3 ta gruppa bo'g'ozlarga. Hozir mana bular bo'g'oz. Hammasi. Shu yerdan tug'adi. Videoni boshlagan joyimiz bor-ku. O'sha yerga chiqib boradi. Raddomga ketaveradi. Raddomga boradi, nariga o'tadi, munga o'tadi. Sutdan chiqqandan keyin bo'ldi, yana bularga tarqab ketadi. Ajraydi yani. Rang-rangiga tarqaydi, qorasi qoraga, sariqi sariqqa. Shuna qilib boqish kerak ekan, akalar mana. Mana yana suv. Bularga endi uyoqdan ham ba'dan ham ichishaverar ekanda. Farqi yo'q ekan. O'sha aytdim-ku, boy, bo'lishga qulay bu. Qolagan joyingizdan bo'lasiz, yoqdan bu yoqdan ketaveradi. Planli qilinsa, qo'yxonani ham, juda ham chiroyli chiqar ekan. Shunday. Bo'ldi, yana joy-joyi kelib qoladi. Unda batamon qutulasiz. 10 ta qo'zimiz sutdan chiqish kerak-da. Keyin shuni mana bunaqa joydan bitta yopiladi-ku, bu bitta joyimizda. Shuni bitta reshotka bilan yopamizda, qo'ziga joy qilib olamiz. Tushunarli. Bularda ratsionlari qanaqa endi? O'sha so'liqlar yeyotgandan keyin yo'q, bular yem sal ko'proq yeydi. Bular ham endi postepенно sekin-sekin ko'tarilgan. Hozirgi kunda 450 gramdan 900 gram yem yeydi. Bir kunda. Bir kunda. 2 mahal beradi-da. 2 mahal. Qaranglar. Ertalab 450, kechga 450. Yemlari mana ortib yotar ekan. Mana qarang-da, men ko'rasizmi, somonini bir xil qilib aralashtirilganda. Buni apparatda emas, qo'lda aralashtiramiz. Buni sil solinadi, ustidan somon solinadi. Bir o'zim qo'zilarimdan qolganini qo'zilik paytida sotaveraman. Nega? Chunki joyim chegaralanganda. Hozir misol 525 bosh qo'y bor bu yerda. O'sha chegara meniki. Undan oshsam qiynalaman, sig'dira olmaslikka. O'shaning uchun qilamanki, bu ham nimaga boyagi yem olishga, xarajatlarga, boshqa narsalarga olib qo'yiladi-da, o'sha